Hozirgi milodiy 2026-yilimiz hijriy yilda nechanchi yil bo'ladi? Buni bilish uchun 2026 dan ayiramiz 621 ni. Bu son o'zgarmas son hisoblanadi. Chiqqan natija 1405. Endi 1405 ni ko'paytiramiz 1,03 ga. Bu son ham o'zgarmas son hisoblanadi. Chiqqan natija 1447,15. Endi buni ixchamlashtiramiz. Bunda virguldan keyingi son 5 va undan yuqori bo'lsa, uni 1 deb olib, virguldan oldingi songa qo'shamiz. Endi bu yerda 1 bo'lganligi uchun buni ixchamlashtirishda faqat 1447 ning o'zi bo'ladi. Demak, bu yil hijriy yilda 1447-yil. Yana bitta misol ko'ramiz. Masalan, mustaqil bo'lgan yilimiz 1991-milodiy yilni hijriy yilga aylantiramiz. Bunda ayiramiz 621 ni. Chiqqan natija 1370. 1370 ni ko'paytiramiz 1,03 ga. Chiqqan natija 1411,1. Demak, ixchamlashtirsak 1411 hijriy yilimiz bu mustaqil bo'lgan milodiy 1991 yilimizdir.